Respekt gap bo'lishi mumkin emas. Ishchilari qo'llaridan baraka topsin. Xudo xolasa havoni shu daraja issiqda garaj asfalt yayib o'tdilar. Ajoyib. Bir dana krasavchiklar bosib qo'yamiz. Ishchilar gap bo'lishi mumkin emas. Yo'llarni shuni chiroyli qilib asfalt qilib o'tdilar. Yana yangilik, ajoyib yangilik. Assalomu alaykum. Bizning O'zakandan kuzatib turgan jigarlarim, sog'mi-salomatmi? Chang ko'chalar, o'sha chang ko'chalar aslan-sekin shunday asfaltlanib boshladi. Bu tarafa umuman girib bo'lmasa edi. To'rtko'l tumanimizni Ulug'bog' Powerot orqa tarafina, bozorning orqa tarafina kiraverish yeri shu dim yomon ahvolda edi. Bu yerni bir iltimos etib, sho'pollarimiz ko'p takliflar tushdi. Shuni iltimos bir ijtimoiy tarmoqqa qo'yib beringlar deb xalq bilsin bilan ikkimiz qo'yib edik. Shu yerda bir mashlarimiz qiynalib o'tib qaytibdi. O'zlarimiz ham o'tamiz. Xadolar dukilib qoldi. Diskalasida bir e'tibor etishni so'rab qolamiz dedik. Xudoga shukr yana ozmi ko'pmi e'tibor etganlar ekan. Uje yomon yerlarni yamab boshlabdilar yana. To'liq asfalt emasdan ozmas bo'lsa ham yaxshi, oldingidan yaxshi. Juda ham yaxshi. Shuni yaxshi bo'laversin, Xudo xolasa ozmi ko'pmi bo'laversin. Endi asfaltni qanaqlab ko'ramiz hozir. Ağa, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Armon ishlarmi? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Issiq emasdan ishlab turibsizlar. Katta rahmat sizlarga. Ajoyib. Alloh rozi bo'lsin. Ağa, sizdek bo'lmaymiz. Assalomu alaykum ağa, yaxshimisiz? Maşallah. Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum. Yaxshi. Salomat bo'linglar inshaalloh. Yana Xudo xolasa aytganimiz yo'q. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Charchamasdan. Harmanglar ishlarni. Maşallah. Xo'p. Yana kaskanlar teni ostaydan qo'polchilik kerakmidi? Bir-birini hurmat etib edinglar. Issiqdan ishlab yotdi, sayohat chiqdi qollarimiz bo'ladi. Xo'p, obязательно asfaltni tashab ketinglar. Bobir 4 santi, bobir 4-5 santi bor ina asfaltning qalinligi. Issiq asfalt teni sirib gruntovga tashab ketinglar. Ajoyib gap bo'lishi mumkin emas. Bu yo'l dim achan ahvolda edi. O'zi yaxshi biladi. Shunda o'tib birgalar, qatnab birgalar yaxshi biladi sho'pollarimiz. Bir ish yo'ladi xarob bo'lib yotgan, keyin To'rtko'l tumani poyezd yo'li vokzalına kiraverishi dim yomon bo'lib yotdi. Xudo xolasa o'rndan biz yetib qolar degan umiddamiz. Qo'lni shu yomon yerlari Xudo xolasa yetib qolar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimi? Gaplar. Harman? Xo'p, ajoyib-ku. İstanbul'un canlı ettirdin? Maşallah. Sizde mi? Havuzu bu YouTube'a çıkardı Xudo xolasa. Valla. Ölmez Vlogs kanalına çıkardı Xudo xolasa. Yani şimdi teni sirip, şimdi izolasiya ko'p chiqqan edi asfalt. Yo'qdan bak Xudo xolasa. Shunisidan ham shukr. Ko'p aytadi, ko'p chiqadi. Ko'p chiqmaydi bu asfalt. Chunki garaj asfalt tashavvurlar yapışıp birikib jipsam qildi shu yere. Polni bozorning orqasına deyin, to'radan shu aylanib giraverishadin, Xudo xolasa. Yamab tekis bo'ladi endi sho'lla. Assalomu alaykum, xalq bilsin kanali. Yana birgalikda chiqarib bartaraf bo'libdi. Ne deymiz? Rahmat. Şimdi ishlar bo'laversin, 4 yilimiz gillab yashayversin deymiz. Ne deymiz bize? Xudo xolasa. Sho'polari yaxshi bo'ldi, emasam xadolar dökülmedin. Chal o'tib ketamiz shu bozorning orqasidan, to'g'rimi? Xalq bilsin ham xalq xizmatidan Xudo xolasa charchamanglar. Şimdi Muzi sular chiqtiribdilar ağalarımız. Maşallah. Gap bo'lishi mumkin emas. Tak, neri ishlab turibdi buni? MCS. Nerniki narsa ekan bu? Nerniki bu? Nerni asfalti? Ha, nerni narsa firma qaysi? Ner olib qo'yibdi buni? 50 qalam 4 yilmi? 4 yildir suvmi? Ha, bo'ladi. 4 yildir suv ishlab turibdi ekan. Şimdi yana bu chet tarafı bu. Yo'l chet tarafı bu. Endi bu yerdan beri simes tashlasam. Bu chetini bir narsa tashlamaganlarmi? Simes? Simes tashladi bu chena, bu chenasini, to'g'rimi? Молодец. Bu chenasini simes tashlaydi. Garaj asfalt-ku bang hozir.
Maşallah, maşallah. Oho, gap boşum gəz. Bu çıkıp getdi nə hissəsi var da. Acayip. Bu da xalasa. Qaraçı hissəsi var. Представь teatr. Həbəslər isti taşağandakı mı kopçu muydu, doğru mu? Ya adamlar gəbədədi, kopçuk qalardı. Niyə qabardı bu kopçuk bu?